Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur vatandoshlar, qanday ahvolingiz, yaxshimi? Xitoy Xalq Ozodlik armiyasiga nisbatan nachar bir vaziyat o'tirib chiqibdi. U bo'lsa yaqinda Amerika hukumati, yana Joe Biden hukumati shu bir qancha kunning oldida tuyuqsiz Tayvanlik Xu Lobing ismli bir Xitoyni Amerika davlat mudofaa ministrligining muavin ministri qilib tayinlabdi. Bu xabarni anglagan Xitoy Xalq Ozodlik armiyasi xuddi o'zining beshiga bir to'qmoq urilib ketgandek bir vaziyat bo'ldi. Bu Amerika tarixida Tayvanlik bir Xitoyning Amerika davlat mudofaa ministrligiga muavin ministri bo'lishi ham undaq muhim bir o'ringa vazifaga tayinlash tunji qitim bo'lib hisoblanadi ekan. Amerika hukumatining eng kuchli organi davlat mudofaa ministri ekan. Amerika davlat mudofaa ministrligining butun yer shar bo'yicha ilib etganda 2 millionga yaqin xizmatchilari bor ekan. Agar Amerika davlatining har qaysi shtatlaridagi davlat qo'g'dug'uvchi qismlarini hisoblaganda 3 milliondan oshib ketar ekan. Amerikaning ikkinchi cho'ng organi bo'lsa, Amerikaning hukumat ma'muriy organlari bo'lib hisoblanadi ekan. Ularning odam sonini hisoblaganda Amerika davlati va butun yer shardagi hukumat xodimlarini hisoblaganda aran 10 necha mingga yetar ekan. Qolgan ma'muriy organlariniki odam sonlari hech qanchalik ko'p emas ekan. Masalan, Amerikaning sud, adliya organlaridagi odamlarni hisoblaganda butun Amerika davlat bo'yicha statistika qilganda umu aran 10 necha mingga bor ekan. Amerika davlat mudofaa ministrligi muhim qo'mondonlik organi bo'lib, butun dunyoning har qaysi joylaridagi Amerika armiyasiga vaqtida qo'mondonlik qilib, ularning arqisab ishlariga munosabatlik oziq-to'lik, qurol-yarog', o'q-dori, nadin elish, naga yetkazib berish va qandoq uskunlar bilan ta'minlash, bunday aytganda universal qo'mondon markazi ekan. Hozirgi Amerikadagi 5 burchaklik binosi Amerika davlatining harbiy qo'mondon markazi bo'lib, yer sharining har qanday bir yerida kriz paydo bo'lsa, darhol inkos qaytara oladigan qo'mondonlik organi ekan. Joe Biden hukumati bir Tayvanlik harbiy generalni Amerika davlatining mundaq bir muhim va nozik o'rniga vazifaga tayinlishi hozirgi Amerika hukumati Tayvanni naqadar muhim bir o'rinda ko'rayotganligini, Tayvanga naqadar ahamiyat berayotganligini ko'rib tura olamiz. Amerika davlatiga yangi tayinlangan Tayvanlik muavin mudofaa ministri Amerika davlatiga tava dunyoning har qaysi joylaridagi harbiy ishlarga munosabatlik bütün ma'lumotlarni bildi degan gap. Demak, bu general Amerika davlatiga ishonchlik degan gap. Ya'ni shuning bilan birlikda Joe Biden hukumati Tayvanning bexatarlik ishlariga naqadar muhim deb qarayotganligi, Tayvanning va Tayvan bo'g'zining bexatarlik masalasi Amerika davlat armiyasining va Amerika hukumatining birinchi muhim ishi bo'lib qoldi degan gap. Bu tayinlangan Xu Lobing ismli Tayvanlik Xitoy 1953-yili Tayvanda tug'ilgan ekan. Bu yil 67 yosh ekan. Bu Xitoy 10 yoshga kirganda Amerikaga ko'chib kelgan ekan. Ingliz tili va Tayvan tiliga moyir ekan. Bu general Amerika harbiy maktabini bitigandan keyin Amerika qurug'liq armiyasining asosliq bir ministri bo'lib ishlagan ekan. Shu chog'da qiladigan konkret xizmati butun yer sharidagi Amerika armiyasining arqisab ishlariga mas'ul ekan. Amerika armiyasiga kerakli urush materiallarini yetkazib berish ishlariga qo'mondonlik qiladi ekan. Xu Lobingning dadisi bo'lsa Jo'jangliq Xitoy bo'lib, ayni vaqtida Junhua Mingoning havo armiyasining muavin bosh qo'mondoni bo'lgan ekan. Junhua Mingoning harbiy generallari Tayvanga chekinib borgandan keyin balalarini asosan Amerikada tarbiyalab o'qitgan ekan. Xu Lobing shularning birisi. Joe Biden hukumati taxtga chiqqandan keyin Amerika armiyasini borgan siri Xitoy davlatining atrofiga yo'tkab, to'plash, Amerika armiyasining ig'ir tipdagi va strategik qurollarini Xitoy davlatining atrofiga yo'tkab etibdi. Butun nishon Xitoyga zarb berish ekan. Hattoki Xitoy davlatiga urush ochqidek bir vaziyatni yaratib bo'ldi. Hozir Amerika dengiz armiyasining eng kuchli dengiz armiyasini, eng kuchli va ilg'or dengiz zarbarlik atritini ham havodan hujum qiladigan eng kuchli
F-22 tipdagi kurashchi aeroplanlardan tortib Xitoy davlatining atrofiga o'rlashtirib bo'pti. Yana uningdan boshqa IC-130 nomerlik tipdagi aeroplanlarni yo'tkab akab bo'pti. Bu IC-130 tipdagi aeroplanga avtomatlashgan cho'ng tipdagi zambiraklar o'rlashtirgan bo'lib, Janubiy dengiz havo bo'shlig'idan bir uchib o'tib ketsalam, Xitoy yasab paydo qilgan 11 ga yaqin sun'iy orollar kulga aylanib ketar ekan. Bu aeroplanga havo bo'shlig'idagi zambirak bazasi deb nom bergan ekan. Navoda Xitoy bilan Tayvan orasida urush paydo bo'lib qolsa, Tayvan armiyasiga qanday oziq-to'liq yetkazib berish, qanday shakldagi o'q-dori va qurol-yaroqlarni vaqtida yetkazib berish, vaqtida Tayvan armiyasi bilan tarjimon ishlatmay turib, bevosita masalalarni bu Shilobing degan muavin Amerika davlat mudofaa ministri hal qila oladi ekan. Masalan, urush bo'lgan vaqtida qanday zambirak kerak, qanday o'q-dori kerak, qanday tanki kerak, nimaga ehtiyojli bo'lsa, jang maydonida shu narsani vaqtida uzildirmay yetkazib berish, Amerikaning qaysi o'rindan qaysi o'ringa yetkazib berish, qanday shaklda yetkazib berish, havodinmi, suv ostidami, dengizdami, bu xizmatlarning hammasi Shilobing muavin ministrining vazifasi ekan. Zarur tepilsa, Amerika 7-flot dengiz armiyasimi Tayvan bo'g'izida paydo bo'lib, Xitoy davlatini o'tqa aylantirib o'taydi ekan. Shilobing ismli Tayvanlik Xitoy Amerika davlat mudofaa ministrligi, ya'ni Beshburjak binosining muavin ministri bo'ldi degan gap. Hammanglarning qimmatli vaqtinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat.